Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Hikmatli dunyo turkum suhbatlarimizni aziz muxlislari. Navbatdagi suhbatimiz holi hayotda ko'p uchrab turgan, jigarlarning o'rtasida bo'lib turgan ixtiloflardan bittasi, oxirgi paytlarda bir otadan tug'ilib, bir onani sinasidan sut emib, bir o'rinda katta bo'lib, bir xonadonda o'sib, vaqt soat yetganda ayrim sabablar bilan qaysi birimiz meros ilinjida, qaysi birimiz farzandlarning o'rtasiga tushib, qaysi birimiz har xil gaplarga kirib, kimdir akamiz bilan, kimdir ukamiz bilan, kimdir boshqa jigarlar bilan qiyomat diydor bo'lib, yillab arazlashib yurgan qancha insonlarni ko'ryapmiz. Ana shunaqangi ixtilofli holatlarni guvohi bo'lganligimiz uchun bugungi navbatdagi suhbatimiz silay rahim bobiga bag'ishlanadi. Jigarlarni bir-biriga bo'ladigan munosabati to'g'risida suhbat qilib o'tishni maqsadga muvofiq deb topdik. Sarvari koinot payg'ambar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam yo'llarini bir arobiy to'sib, tuyalarini yugandan ushlab turib, Allohning rasuli Allohning nazdidagi yaxshi amallardan, jannatga daxil qiladigan, jahannam azobidan uzoqlashtiradigan amallardan xabar bering dedilar. Shunda Rasul akram sallallohu alayhi va sallam namoz to'g'risida gapirdilar. Namozga bo'ladigan bandani muhabbati to'g'risida, Allohning kalomiga bo'ladigan e'tiqod to'g'risida hammasini gapirib turganlaridan keyin aytdilarki, otang hayotmi? Otam hayot. Onang bormi? Onam bor. Akang, ukang, opang, singling, jigarlaring bormi? Jigarlarim bor. Shu gapimga quloq solgin. Agar qilgan amalim Allohning rahmatiga noil qilsin, jannatdan nasibador bo'ling, jahannamning olovdan yiroqlashing deydigan bo'lsang, holi hayotda jigarlaringga siylay rahim qilgin. Yaxshilik qilgin. Ular bilan o'zaro chiroyli bir munosabatda bo'lgin. Agar jigarlarga chiroyli munosabatda bo'lsang, mana shu qilgan amaling Allohning rahmatiga noil qiladigan chiroyli amallardan bittasi deb javob bergan ekanlar. Endi payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamdan hadis borki, men sizlarga ulug' bir ibodatdan xabar beraymi? Kechalari turib o'qiladigan nafl namozlardan, kunduz kunlari tutiladigan nafl ro'zalaridan savobi ulug' bo'lgan ibodatdan xabar beraymi deganlarida sahobalar yo Allohning rasuli xabar bering dedilar. Shunda janob payg'ambarimiz javob qildilarki, kechalari turib o'qiladigan nafl namozidan, kunduz kunlari tutiladigan nafl ro'zalaridan savobi ulug' bo'lgan ulug' ibodat o'rtasi uzilib qolgan, ayrim sabablar bilan arazlashib yurgan, jigarchilikni to'xtatib qo'ygan odamlarning o'rtasini isloh qilish, urushgan odamlarning o'rtasida chiroyli suratda vositachilik qilib yarashtirish ulug' bir ibodatni savobiga ega qiladi degan ekanlar. Mana hattoki odamlarni yarashtirish, odamlarni bir-biri bilan chiroyli munosabatga kelishi uchun qo'lidan kelgan harakatni qilish ibodat darajasiga ko'tarilgan ekan. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga bir odam kelib, "Yo Allohning rasuli, meni qarindoshlarim bor. Men ularga siylay rahim qilaman, yaxshilik qilaman. Ularga nisbatan dilimda xusumatim yo'q, yomonligim yo'q. Lekin har qancha yaxshilik qilsam ham meni ko'kragimdan itarishga harakat qilishadi. Qilgan yaxshiligimga men yaxshilik kutmayman" deganlarida Rasululloh aytdilarki, o'sha qilgan yaxshiligingni yana davom ettiravergin. O'sha siylay rahimni davom ettiravergin. Chiroyli suratda yaxshi bir muomalada bo'lgin deb marhamat qilgan ekanlar. Ya'ni to'xtatib qo'y. Senga yomonlik bo'layotgan bo'lsa, sen ham yomonlik bilan javob qaytargin deganlari yo'q. Lekin vaqt soat keladiki, hozirgi paytlarda
ko'chalarda yurgan paytimiz yonimizdan o'tib ketgan qarindoshimizni o'zimiz bilmaymiz. Salafi solihinlar tavsiya qilishadiki, farzandlaringizga bildirib qo'yinglar, qavmi qarindoshlarini ko'rsatib qo'yinglar. O'tgan ajdodlarimizdan kimlar o'tgan, avlodlarimizda kimlar bor, jigarlar, qavmi qarindoshlarini o'rtasida qanaqa insonlar bor. Qo'llaridan yetaklab izdihomlarga olib borib, farzandlarimizga shu narsani ko'rsatib, qavmi qarindoshlar bilan chiroyli bir siylay rahmda bo'lishni o'rgatib qo'yishlik bu maqsadga muvofiq bo'lgan chiroyli yaxshi amallardan bittasi ekan. Rivoyatlarda keltiriladiki, bir odil podshohning davrlarida o'g'rilik bo'ldi. Dorni tagida bir ayolni erlari, ikkinchi dorni tagida o'g'illari, uchinchi dorni tagida jigarlari, akalari turgan bir payt. Yo'rgaylangan chaqaloq bolani bag'riga bosgan holatda o'sha ayol keldi. O'sha davr sultonining oldiga kelib, yig'lab turib iltimos qildiki, ey olam panoh, albatta qilingan gunohga jazo muqarrar. Men iltimos qilaman, bularning gunohidan kechsangiz. Deganlarda podshoh so'radi, bu dorni tagida turgan birinchi odam kim? Erim. Ikkinchi odam kim? Mani farzandim. Uchinchi dorni tagida turgan odam kim? Bu jigarim, akam deb javob qildilar. Uchalovlardan bittasini tanlaysan, uni gunohidan o'tamiz. Qolganlarini dorga osamiz. Deganda ayol hech ikkilanmasdan turib, uchinchi dorni tagida turgan jigarlari akalarini qo'llaridan ushladilar. Shunda odil podshoh hayron bo'lgan ekan. Bir yostiqda umid bilan bosh qo'ygan eringni dorga ossak chidaysanmi? Bu musibatni ko'tarasanmi? Tanamda jonim omon bo'lsa, salomat bo'lsam, er topilib ketar, turmush yo'liga tushib ketar, chidayman. Pushtingdan nozil bo'lgan bolang, qorningda ko'targan bolang, sinangni buloq qilib emizgan bolangni dorga ossak, farzand dog'ini ko'tarasanmi? Chidaysanmi dedilar. Farzand dog'i og'ir. Farzandning o'limini ko'rish ona uchun musibat. Lekin og'ir bo'lsa ham chidayman. Tanamda jonim omon bo'lsa, farzand tug'arman, farzand ko'rarman, o'rni to'lib ketar. Lekin jigarimni qo'lidan ushlaganligimning sababi, akamni qo'lidan ushlaganligimning sababi, hozir akamni dorga osadigan bo'lsangiz, buni musibatini ko'tara olmayman. Jigarning musibati og'ir. Bir onani qornini makon tutgan, bir onani sinasidan sut emib katta bo'lgan, bir hovlida katta bo'lgan. Jigarimni dorga osadigan bo'lsangiz, uni o'rnini to'ldirib bo'lmaydi. Jigarni tug'adigan onam dunyodan o'tgan. Bu musibat meni ezib qo'yadi deganlarda odil podshoning ham ko'zlariga yosh kelgan ekan. Jamoatga qarab turib aytdilarki, ey birodarlar, erkakman deb erkaklik nomini ko'tarib yurganlar, mana ko'ringlar, bir ayolchalik ko'pinglarda himmat yo'q. Jigar deb ko'zini yoshini oqizib, boshini egib keldi. Eridan ham, farzandidan ham jigar uchun kechib turgan ekan, shu ayolning himmati, jigarga bo'lgan oqibatini hurmatidan uchalovlarni ham gunohidan kechdim, dorni tagidan ozod qildim degan ekan. Bu rivoyatdir. Lekin hammamiz ham bu narsaga qodir bo'la olmaymiz. Shunday payt bo'ladi, xizmat taqozosi, janozalarni o'qiymiz. Janozalarni o'qib, tobutni ko'tarib, qabri tepasiga borgan paytimiz, qabristonda yig'layotgan odamlarning gapiga yuraging eziladiganlar bor. Akam deb yig'laganlar bor. Ukam deb yig'laganlar bor. Singlim deb yig'laganlar bor. Jigarim deb yig'laganlar bor. Chidolmasdan o'zini har tomonga urganlarni ko'ramiz. Surishtirib ko'rsak, aksariyat shu qabristonda yig'lab turgan odamlar ancha vaqtlar ayrim sabablar bilan qiyomat diydor bo'lgan, yuz ko'rmas bo'lgan, jigarlardan, akadan, opadan, singildan uzoqlashib, ko'chalarda ko'rganda yuzini o'girib, begonadan battar bo'lib ketayotgan qancha odamlar oxir jigar dunyodan o'tgandan keyin musibatini ko'tara olmasdan qabr tepasida yig'lagan qancha insonlarning guvohi bo'lganmiz. Ana shu narsalar suhbatlarimizdan to'g'ri bir xulosa chiqarsak, ya'ni o'rtamizda shunaqa bir adovatda yurganlar bo'lsa, yine adovatda yurish,
arazlashish, gaplashmasdan husumatda bo'lishni muddati 3 kun. 3 kunda odam jaholatdan tushsin. Bir insonga nisbatan dilida yomonlik bo'lsa, bu narsadan qaytib, uzr etib, bir insonga qo'limizni berib omonlashganimizni o'zida gunohlarimiz to'kilar ekan. Ertaga kiraman, hayit o'tsa kiraman, yo bo'lmasam ulug' kunlarda kirib uzr etaman deydigan insonlar bor. Lekin bu narsani kechiktirmasdan uzrimizni barvaqt etib, jigarlar bilan o'rtamizda munosabatni ijobiy tomonga o'zgartirib, yaxshi bir munosabatda bo'lish haqiqiy mo'min musulmonlarning vazifalaridan bittasi. Savob umidida iftorlik qiladiganlar bor, savob umidida ehson dasturxonlarini yozadiganlar bor. Xalqi xizmatida 30 yildan beri yuramiz. 7 yot begonalar keladi, shu dasturxonlarda o'tirishadi. Vaqt kelganda bir onadan tug'ilgan aka yo'q. Vaqt kelganda bir onadan tug'ilgan opa yo'q, jigar yo'q. Surishtirsangiz, arzimagan sabab bilan o'rtalarida bir adovat o'tib qolgan, arazlashib yurgan insonlar bor. Mana shunaqa sabablar bilan mana shunaqa insonlarning o'rtasida ixtiloflar kattalashib ketganlarini ko'ramiz. Rivoyatlarda keltiriladiki, shayton alayhi la'na so'ragan ekan Allohning huzuriga borib, Alloh, mendan ortiq dushmaning bormi? Men sana amringga itoat qilmasdan osiy bo'ldim. Dargohingdan quvildim. Fir'avn xudolik da'vosini qildi. Xudoman dedi. Sana g'azabingga duchor bo'ldi. Mendan ham Fir'avndan ham ortiq dushmaning bormi deganda Alloh marhamat qilgan ekan, ey shayton alayhi la'na, sendan ham Fir'avndan ham ortiq dushmanim bor. Sendan ham Fir'avndan ham ortiq meni dushmanim bir otani pushtidan tug'ilib, bir onani sinisidan emib, bir xonadonda katta bo'lib, ulg'ayib, jigar degan nomni olib, oxirida qiyomat diydor bo'lib, bir-biri bilan arazlashib, ko'chada ko'rganda begonadan battar bo'lib, Allohning sanomini bir-biridan to'xtatib qo'yib, begonalashib ketgan, arazlashib yurgan insonlar sendan ham Fir'avndan ham ortiq meni dushmanim deb javob bergan ekanlar. Alloh rahmat qilsin. Marhum muftiy Ziyovuddin Qoraka juma namozida maviza qilganlarida xuddi shu gapni gapirganlarida, juma namozidan keyin tarqalgan jamoatning ichida ancha odamlar borib, qavmi qarindoshlar bilan ko'rishib, bir-birlarini yig'lab xatolarni kechirib ketishganlari to'g'risida ta'sirli bir voqealarni eshitgan edik. Bugungi suhbatlarimiz sabab bo'lsa ajab emas. Odamlarimizning qalbini erisa ajab emas. Shunaqagina adovatda yurgan, jigarchilikni unutib qo'ygan, bir-biriga bo'lgan munosabatni siylay rahmni to'xtatib qo'ygan odamlar bo'lsa, omonlashib, bag'riylarni ochib, bu g'animat dunyoda, tanamiz, butun vujudimiz musofir bo'lib turgan dunyoda bir-birimiz bilan chiroyli munosabatni yo'lga qo'yishni Alloh nasib etsin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.